Assalomu alaykum do'stlar. Men bugun sizlarga o'ta zo'r bug topib qo'yganman. Bu bug bu aynan mana shu Minecraftda, mana nomini o'qib olinglar. Mana kiryapman. Bu bug faqat 2 kishilik. Ana qaranglar, hech qanday montaj yo'q. Oddiy yangi zona yaratyapman. Minecrafterlar bo'lsa biladi. Hop, mana kirdim. Hozir ikkinchi odam kirsin. Bu bug o'ta zo'r bug. O'ta. Baza ishlatadi. Уже mod desa ham bo'laveradi. O'la kirdi. Daraxt to'plataveramiz. Va ochar joyga chiqamiz. Qaydasan? Mana qaranglar, mana nik ko'rinib turibdi. Kanalning tepasida qarab olmasam. Mana shu xuddi mana shu narsani yozsanglar, xuddi mana shu nikni yozsanglar, YouTube'da akkaunt chiqadi. Boshqa kichikcha qo'yib olasizlar. Keyin obuna bo'lib qo'yasizlar. Shuncha mehnatimizga. Aka yedim ochiq joy. Qo'y. Hop, sandiqni yasayman. Qaranglar, bu o'ta zo'r bug. Bor menda. Mana qaranglar. Bu ikkinchi sheriklar menda qilib turadi. Siz uni olsanglar, sizga taxti ko'payib ketaveradi. Mana shunday qilib turadi. Qiyin. Mana mashina olib turadi, olaverasizlar. Mana shunday qilib turadi, olaverasizlar. Qaranglar. Endi nechtadir taxtam bor edi. Unda umuman taxta qolmagandi, qaranglar. Unda umuman taxta yo'q edi. Va barchadan ko'payib ketdi. Yetadimi? Ey, bo'ldi. 150 bitta 6 x'dagi 5 turib ketdi. Bo'ldi. Mana tashiya 1 sayin beryapti.